Dada, ana mashinangizni mindim-da. Ne stressga chiqib qoldi. Ne mashina va Sen bana yomon zarar ko'rganda bo'lsanda, mashina qani? metallonga topshirib yubordim. Asablaringiz joyiga kelgandan keyin kelaman. Dada benzinga o'tiribman, benzinga. Benzin to'kilib ketgan ekan. Maytaqqa kiyadigan shuni. Shu bolamni oxiri o'liksa qo'yaveraman-da. Molxonada benzin bor! Dada hojatga kirib, yigitni bitta yoqdim. Haligi benzin bor edi-yu, yo'lga ketib qoldi. Zarar ko'rganda jonimga tegding. Bor yo'qol. Odam bo'lganingda qaytib kelasan, mol. Men sizga ham ko'rsatib qo'yaman. Qanaqa odam bo'lib kelishimni ko'rasiz, vaqt ko'rsatadi. 10 ta qo'y yonib ketdi. Dalada deb o'ylayapti. Kimi? Pajharnidan keldik. Molxonangizga yonayotgan ekan. Yo'qol. Tushuntirish xati yozib bersam bo'lmaydimi, dada? Molxonangizda gaz balloni ham bormidi?